Assalomu alaykum hammaga. Bu yilgi Lucky'dagi trendga chiqqan tovarlarni ko'rsatib o'taman sizga. Eng ko'p sotilayotgan tovar mana shu. Hozirgi kunda O'zbekistonga, o'zimiz O'zbekiston sharoitiga kiyishga juda ham qulay. Orqasida rezinka bo'ladi, unda kiysa bo'ladi, tortiladigan bo'ladi. Rezinkasiga javob berishyapti, chiqib ketmasligiga anchagina. Bu ichidan juda mustahkam qilib, mamutdan tikib o'tilgan, uzilib ketmaydi deyishyapti o'zini, yopishtirilma qilinmagan. Boshniga birlashtirib ketilgan bu narsa. Bu model ham ko'p sotilayotgan. Mana bu tilla ranglisi eng ko'p sotilayotgani. Keyin mana shu qorasi, bularning narxlari, mana buni narxi 20, bular ham 20, 15 dollarligi ham bor. Hozir bitta yo'q. Bu yerdan olib qo'yish chunki bu model fabrikada chiqishi 50 yillik bo'lib qoldi, lekin qayta deyishyapti. Ko'pi 18 dan 20 dollar o'rtasida mana shu ko'rsatganlarim narxi. Qo'shnilar so'raganlarga Lucky firma bu. Lucky firmani bilasizlar o'zinglar. Juda o'zimizda mashhur bu firma ham. Ko'ringlar. Mana shu 3tasi, 4tasi hozirda tayyor. Olsangiz bo'ladi. Zakazga emas, zakazga kelmaydi bular, tayyorda bor hozir. Bu yerdagilar ko'pini ko'rsatganlarim, ko'pi zakazga keladi. Bir haftaning ichida yetkazib beriladi. Do'konga yetib keladi fabrikadan. Keyin biz uni Toshkentga, O'zbekistonga yetkazamiz. Ya'ni 10 kun ichida qo'lingizda bo'ladi agar kerak bo'lsa. Dona yo'q, faqat seriya. Mana bu ham eng ko'p sotilgan tovarimiz. Ko'ringlar. Bu ham zakazga keladi. Narxi 20 dollar. Buni mana shu rangi ko'p sotilyapti. Ko'ringlar. Keyin mana bu toshligisi ham bor. Bu ham yaxshi. Keyin mana korishnisi. O nisbatan sotilyapti bunisi ham. Keyin shu modelimizni so'rashgan. Ko'ringlar, 28 dollardan bu. Shu Lacronis ko'p sotildi. Endi sezon o'tdi, lekin bor bizada. Yana kelgan, trendga chiqadi inshaalloh. Bemalol aloqaga chiqaverasiz. Zakazlarni